Xazine'nin Torkul Terbiyeleş Merkezi hammamizning xazinasi. İnternet toru orqali uyda o'tirib bu darslarımızga qo'shila olasiz. Türk tili, ingliz tili, arab tili, xitoy tili, german tili, uyg'ur tili, kompyuter sistemi kodlash darsi. Turkiya, Qibris va chet ellardagi universitetlarda o'qishni xohlamsiz? Qiynamsiz beshingizni qottirmay, biz bilan aloqalashing. Yil ilgari bir kitobdan Imron Solihning she'rlarini ko'rib qoldim. Uning she'rlari nimishqidir Samirani esimga soldi. Nimishqi shundoq bo'ladi? Shoir Imron bilan Samiraning nima aloqasi? Imron she'r o'qigan kuni menga uning bir yerlari turkdek bilinib ketdi. Uning shu kuni o'qigan she'rining mavzusi turk qahvaxonasimikin deyman. Lekin xotiram mujmallashib qopti. Ey bu Yaqub, Imronning o kun o'qigan she'ri qog'oz aeroplan bo'lishi mumkin. Imronning shajarasi haqidagi mujmallikni yo'qotish uchun to'rdan Imron haqida ma'lumot axtardim. Imron haqida inglizcha bir qisqacha bayonnoma uchrab qoldi. Aytilishicha, uning onasi Roza Bakuda tug'ilib, keyin Eron tarafga musofir bo'lib borgan va ismini Panoxanda, ya'ni panohlik izlovchi deb o'zgartgan ekan. Imronning dadasi Muhibulla hozirgi Eronning g'arbiy shimolidagi nufusi asosan Azariylardan bo'lgan Ardabil o'lkasida tug'ilgan ekan. Demek, Samira bilan Imronning xiyolimdagi bog'lanishning realliyi uchdi bildi. Eron tavasida tug'ilib Fars she'riyatidagi yirik shaxsga aylangan Imron bilan go'zal qiz Samiraning cho'ng ijtimoiy taqdiri bir edi. Samira ayni chaqda o'z ona tilini bilmasmi, bu vaqtdagi afsus nadomatlari menga samimiy tuyulib, ichim ochiq bo'lgan edi. Imron Solihning bunu misralari bayni Samiraga beg'ishlab bezilgandeklar. Xonim, sizning gaplaringiz aylantirdi toshni so'g'a. Başlap barar uyquni tushga, balkonlarga tushirar aydın. Sözlaringizda o'zisiz bemalol, buloqda yaltirgan ayning gulidek. So'zlaysiz larzon ham erkin, kumushrang ko'ldagi fontandek. So'zlaringizdan so'ziman sizni, so'zlaringizdan purayman sizni. Xonim, siz qissa shaxlari ham yapriqi ara, da ayni qush bo'lib qilasiz nava. Siz uchralaysiz boshqa bir otashda otashlarni, biz uchun yo'q qilasiz ofatlarni. Velga Uyg'ur tilidan dars o'tish davomida uning turtkisi bilan ikki qayrindosh elning san'at so'rini qatnashdim. Shu ikki qatimliq so'rinda xalqimning san'at boyligidan boshqacha faxrlandim. O'zimiz qadriga yetishni bilsak chaqnaydigan narsalarimiz nurg'un ekan deb ko'nglim ovundi. Samirami ona bo'ladi. U avlodlarga o'z xalqining ajoyib xislatlari va talay ochiq qismatini nimaga tayinib aytib berdi? U avlod zanjirining uzilgan bir halqasi bo'lib qolarmi yoki avlod zanjirini o'z ona tili bilan ulab hayvatli tarix melodiyasining bir tarkibiga aylanarmi? Samira bilan qayta uchrashmadik, ammo u menga yuqorqi savolni qoldirdi. Filmi o'qishni bitkazib do'ldi qaytgan bo'lish mumkin. U tavarixiy musqayunning ingliz tarjimasini e'lon qildimi yo'q uqqul bo'lmadi. U menga odam o'z nishoni va harakatiga ega bo'la olgan yerda o'z vaqtining xo'jayin bo'la oladi degan bir ta'sirotni ato qildi. Mendan Uyg'ur tili o'rgangan ikkinchi o'quvchim Antoni Ross edi. U Cambridge Universiteti Pembroke yuksak okulida sotsial antropologiya, ya'ni ijtimoiy insonshunoslik yo'nalishi bo'yicha doktorlikda o'qiyotgan Janubiy Afrikalik yigit bo'lib, tegi ingliz edi. U nimishqidir Uyg'urlarning bugungi jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlari va qo'shnidarchilik haqida bir temani yaqinlashni o'ylab qopti. U Uyg'ur tilidan boshlang'ich ma'lumot olish niyatida Cambridge Universitetining O'rta Osiyo tadqiqot markazidagi munosabatli xodimlarni izlagan ekan. Ular meni izlash kerakligini aytibdi. Biz London Universitetidagi Edmundning vasitasi bilan Cambridge Universitetida ko'rishdik. Edmund ikkimiz abad bir qahvaxonada qahva ichgach Rosni saqildik. Hayal o'tmay Rosmi keldi. O'zaro tanishdik. Hal ahvol so'rashdik. Ros seriqchash qomatli yigit bo'lib, seriq tuk qaplagan yuzi tush rangida edi. Qapoqlari ichiga tortilib turg'achqa qarmoqqa ochiqqa yomondek ko'rinadi. U isib ketgan bo'lsa kerak, chopinni silib o'rindiqning yo'lanchigiga artib qo'ydi va tarligan yuzini qog'oz bilan surtdi. Ter bosgan yuzi qonsiratilmagan o'pkiday qizirib ketgan edi. O maqsadini bir-birlab tushundirdi. Roz gap qilganda atrofidagi muhitni unutib ketgandek ta'sirot beradi. Uning oldidagi qahva suvib ketdi. U bizning ana makoniga berib dal tekshirish qilmoqchi ekan. Shunga Uyg'ur tili o'rganmoqchi bo'pti. Men Britaniya kutubxonasida ko'radigan materiallarni ko'rib bo'lgandan keyin Cambridgeda turg'ach Rozga Uyg'ur tilidan boshlang'ich dars o'tib bermoqchi bo'ldim. Shundan keyin Roz menga ancha-muncha telefon qilib turdi.
Кембриджден Лондонға кіргенде қыз досты Ми білән білі мені іздеді. Ми әсілді Шанхайда тоғылған қыз болып, 12 яшқа кіргенде ата-анасы білән Австралия көшмен болып шығып кеткен екен. О қыз Кембридж университетida әдебият тәтқиқ қылады екен. Ханзу тілі ва инглиз тілінің har ikkisi de ravon ekan. Ми 12 yaşıgacha ана тілін egilib, uningdan keyin boshqa tilni o'rgangan bo'lg'achqa, menga haqiqiy qo'sh tilliq bo'lish salohiyatini hozirlashning tipik ulgusidek ko'rindi. Mi kalpuklari tom, yog'oq yuz, kaltichash qiz edi. U erkin fikrlik bo'lib, kishilik huquq komitetining O'rta Sharqqa oid ba'zi turlarga hamkorlashuvchi bo'lib qatnashdi ekan. Uning adabiyot, qonun va siyosiy sohalardagi bilimi atrofli ekan. Odatda u advokatlik o'rinlarida yordamchi bo'lib, o'zining xarajatini qamdaydi ekan. 2007 yılı aprelda Amerikanın Minnesota ştatı Carleton yüksek okuludaki O'rta Osiyo tadqiqotchisi Adib Xolid Cambridge Universitetining Yasu yüksek okulda leksiya so'zladi. Rus bilan yana shu yerda ko'rishdik. Adib Xolid leksiyasini tugatgandan keyin uningga tunishlik berdim va uning O'rta Osiyo jadidizmi to'g'risidagi kitobida Uyg'ur jadidlari to'g'risidagi mazmunlarning kam qolganligini aytdim. U menga sizlar tarafdagi jadidlar to'g'risida tuzuk bir narsa bilmayman, uni to'liqlash yanada o'zinglarning zimmasida deb javob berdi. Adib Xolid kamtar kichik bir odam ekan. Shu kuni suhbat uzun davomlashdi bo'lg'ay, Londonga qaytishda bek kech qolgan edim. Oxirgi qatimliq poyezdmi ketib bo'lgan edi. Rus meni o'zining yotiqida qo'nib qolishga undadi. U men boshqa bir yotoqda uxlayman, yotiqimni tartinmay dam ola olaysiz deb eskartdi. Shunday qilib Rusning yotiqida qo'nib qoldim. Rusning yotiqi Cambridge universitetida qarmoqdagi bir uyning 3-qavatida bo'lib, xeyli cho'ng edi. Ikki tomga yo'lab qo'yilgan kitob shkafida liq kitob bor edi. To'g'risida yo'g'on bir to'nglik bo'lib, kishi o'g'zida yotgandek tuyg'u beradi. Shu oqshimi charchab qolgan o'xshayman, qattiq uxlab ketibdiman. Atiyandil qopib Cambridge universitetining ichini aylandim. Havo ochiq va toza edi. Fitzwilliam muzeyining oldidan minib, Pembroke instituti, Xanjamat instituti, Trinity institutlarini aralab chiqdim. Atiganlik suz tuman tinish kanalning suyini xiyoliy manzaradek ko'rsatdi. Daraxt shoxlarining arashlaridan tushgan quyosh nuri tüp-tüz do'stlar bilan tumanlarni yerib, chimlar va gullarga boshqacha julohida qilgan edi. Quyuq daraxtlikdagi pokiz rastlar gulshanlar quchqida so'zlab berib, cho'ng ko'chaloq tutishatdi. Atrofda odamlar bek az. Gullar va boshqa giyohlardan kelayotgan puroqlar tabiatga bo'lgan kuchli shaydolikni uyg'otdiki, uzoqdan beri bunday shaydolikni unutib ketganimni his qildim. Menda bu yerdagi narsalarga bo'lakcha bir yaqinchilik tuyg'usi paydo bo'lib, har bir manzara nuqtasida ko'zim qiymagandek biroz turib ketdim. Bir ikki mo'ysipit qishimdan kulimsirab o'tib ketishdi. Qaysidir bir ko'chadan Byron, Wordsworth, Newtonlar chiqib keladigandek qarab ketdim. Nobel mukofoti sohibidan 88 nafar olimni va uningdan boshqa talay tövfikarni insonlar jamiyatiga taqdim qilgan 800 yillik tarixga ega dunyoviy shuhratli bu mo'tvar oliy maktabning hamma yerida ashu hayvatlik ilm tojdorlarning izi yo'q deb kim ayta Bu maktabning karomatini qisqagina vaqt turib tunib yetish hargiz mumkin emas edi. Yaqinda bir yerda Xanjamat institutining qadimiy binolari, yiroqda cho'qchiyib ko'rinib turgan chirkov munoralari atiganlik oftobda rivoyatga sirli qal'alarni eslatdi. Oldimdagi real manzara chirkov bilan maktabning qarindosh ekanligiga guvoh bo'lib turadi. Men asta minib Kivin yuksak o'qulini ikki bo'lak ayirib turgan Cambridge daryosiga qo'ndirilgan matematiklik ko'rikka kelib, uni inchik ko'zitib baqdim. Buningdan burun bu oddiy yog'och ko'rikning suratini kitoblardan ko'rgan edim. Cambridge universitetining tushuntirilgan qo'llanmalarda ashu kichkina ko'rik go'yo bu olimlar bijukining simvolidek ko'rinadi. Yog'ochdan yasalgan bu agma ko'rik qarmoqqa alayda emas, shundoq oddiy. Biroq bu haqda ko'rikni Newton layihalagan va yasgan ekan. Hech qanday mix va boltlarni ishlatmagan. Yog'ochlar kuchchatda bir-biriga tayandirib muhim holatga keltirgan ekan. Keyingilar chuvib piqib asli keltirilmagan ekan degandek hikoyalar bor edi. Amaliyot ko'rik 1749 yili James Eskis degan kishi tarafidan yasalgan bo'lib, Newton uningdan 22 yil burun vafot bo'lgan ekan. Taxminan 260 yil bo'lgan bu ko'rikning shuhrati meni o'ylantiradi. Cambridge universitetidagi har bir bino, har bir yo'l, har bir chirkov, har bir qahvaxona, har bir aslahaning ilm-fan, madaniyat tarixidagi buzishlarga aloqador nishonliq kechirmish bo'lg'achqa, Cambridge universitetidan aralab yurish qadimiy so'latlik bir muzeyni ziyorat qilish bilan o'xshash ish edi. Cambridge universitetidagi har bir yuksak o'qul kollejning darvozasida yo'g'on va viskilarni ko'rgil bo'lmaydi. Tomlarda hayvatlik shuarlarmi yo'q edi. Egiz binalar, hayvatlik maydonlarmi yo'q bo'lib, kishini aymandiradigan boshqa binolardan farqli ma'muriy binolarni ko'rgil bo'lmaydi.
Qashqar shahrining Hayitga, O'rdaoldi, Jonqo'rg'on, Chasi mahallalardagi tar, agri-bugri ko'chalarni esga soladigan tar ko'chalar tabiiy bir to'rni hosil qilgan edi. Cambridge Universiteti degan g'oyat yo'g'on xat tushirilgan haybatlik darvozimi kirisi odam tizimlaydigan to'n qapoq eshik baqarlarmi yo'q. Maktabning o'qitish va tadqiqot rayonlari jamiyat, bozor va tabiat bilan organik birikib ketgan edi. Cambridge Universiteti degan gap amaliyat tang huquqliq 31 yuksak o'qulning federal birlashmasidan derak beradi. Har bir yuksak o'qul o'z oldiga qaror chiqara oladigan avtonomiyalik huquqiga ega edi. Har bir o'qul mustaqil moliya huquqi va ma'muriy huquqiga ega bo'lib, ilmiy nuqtadan boshqa o'qullar bilan hamkorlik birlikni tuzadi. Yuksak o'qullar Cambridge shahridagi har qaysi joyga o'rinlashgan bo'lib, reshatka yoki tom bilan qo'rishilib nazorat qilinadigan qo'ru degan hukm mavjud emas. Maktabga kirishimiz bir shaharning o'ziga tabiiy kirib kelganimiz edi. Aylanib xon jamoati yuksak o'qulining oldidagi cho'ng rastiga kelib qaptiman. So'ng rang qadimiy binolar yorqin oftobda illiq chiroy ko'rinadi. Qiz-yigitlar rasta bo'ylaridagi pakar qasha tomlarda o'ltirib qahva ichishadi, paranglashadi. Men bir do'konga kirib bir stakan qiynaq choy va tatliq turib elib, yo'l bo'yidagi bir tosh o'rindiqqa o'ltirib nashta qildim. Issiq choy vujudimga tarab ruhlantirgandek bo'ldi. Yaqindagi bir cherkovning darvozasi oldida 3 qiz iskripka chilayotdi. Muzika maylini tortgandek bo'lib, to'pga yaqinlab bordim. Qizlar chiroyidan qaraganda Sharqiy Osiyolik bo'lsa kerak, iskripkani engaklariga tirab berilib chalmoqda edi. Muzikaning ta'sirida qabri oldida turgan yosh cho'kanning shamoldab lapillab turgan bosh yag'liqini yiroq osmon burchagidagi oq bulutga udul ketgan chig'ir yo'lni tasavvur qildim. Muzik oxirlashganda kishilar chaboq chaldi. Qizlar kishilar orasini aralab varaqchi tarqat qildirdi. "Bek yaxshi chaldinglar" dedim oldimga kelgan bir qizga. "Sizlar o'quvchimi?" "Rahmat, biz Oxford universitetining o'quvchilari. Biz dam olgan vaqtlarda diniy targ'ibot olib boramiz", dedi qiz menga bir varaq qog'ozni berib. "Sizlar Jungodinmi?" deb so'radim men. "Men Koreyalik, av qiz Jungodin bo'ladi", dedi qiz. Qo'limdagi varaqqa qarasam, u xristian diniga oid vazlar ekan. Tushgacha magazin va kitobxona aralab tush bo'lganda Roz xo'sh deb London tomoman yo'l oldim. Bir oydan keyin men Cambridgeda muqim turib Rozga o'tadigan Uyg'ur til darsimni boshladim. Men Peter William muzeyining udildagi bir tar ko'chaga joylashgan uyning 3-qavatida turdim. Men bu uyga ko'chib kirishdan burun qo'shnilarga mening ko'chib kirishim to'g'risida uchur berib o'tgan ekan. Amaliyotda Rosman kirgan shu uyning huddigiri bo'lib, ijaraga berish, ijara haqqini yig'ish ishlarini ko'tarayilib, oradan foyda oldi ekan. Mendek notanish bir odamning tasodifiy ko'chib kirishining boshqalarning xotirjamligini buzmaslik uchun ularni vaqiflantirib qo'yish lozim ekan. Asli alishimcha uyda 5 xona bo'lib, har birida birdan o'quvchi bor edi. O'ltirg'uchilar ayol aralash ekanmiz. Muncha va oshxona o'rtaq ishlatiladi. Qo'shnilarning mening kelishimdan xabar bo'lg'achqa, meni ko'rganda ochiq yo'ruq salom qilishdi. Ba'zida munchadan chiqqan qizlar choshlari yo'l koridorda menga do'qirishib qoladi-da, azroq xijil bo'lgan holda o'zini chetkelib yo'l beradi. Ko'p hollarda boshqa yotoqlarda odam bor yo'qligini bilgil bo'lmaydi. Muhit to'limi timtas edi. Birovga birov putlashadigan, kashil qiladigan ishlar yuz berib baxmaydi. Ba'zi uylarning eshiklari etilmaydi. Shundaqdimi birazning narsa keraklarining yetib ketganligi to'g'risida bir shikoyat anglanmaydi. Rosmo yotqiq pullarini tashlab qo'yib yuraveradi. Monch kang bir eg'iz uy bo'lib, chinidek pokiz edi. Chosh so'pillari va badan so'pillari bir chetda do'v bo'lib turadi. Har kim o'zinikini tepib ishiltadi. Rosning kechitib keyin qo'padigan odati bor ekan. U tuskong'il, qo'li uchuq, do'stona, paranxumar yigit edi. Lekin uning biroz chechilang'u, tartibsiz, ho'rin taraflari bor. Men atigini maxsus kitob ko'rdim. Tushda tamoq etib yeb bo'lgandan keyin maktab ichini aylanib, kun tushdan qayrilganda Ros bilan ko'rishdim. Mana bu Ros bilan bo'lgan hamkorlikdagi doimiy bir tartib edi. Buni vaqtda Ros bayil qo'pib tamoq yeyotgan bo'ladi. Biz bir binoga baratdik. Eshiklar o'quvchilik kartasini tunib avtomatik ichilatdi. Divan va yiziq ustallari saplangan bir zal bo'lib, ichida har xil ichimliklar talaydi. Ozoda, pokiz, tinish bu muhit ko'ngildagidek uyg'unish uyi edi. Shu uyda tunji darsni boshladik. Men oldi bilan Rozga Uyg'ur tilidagi 32 harfni hozirgi zamon Uyg'ur yoziq bo'yicha yozib, yeniga xalqaro transkripsiyasini yozib bo'yicha transkripitsiya yiziq bo'yicha harflarning o'qilishini qo'shdim. Ondan har bir harfni ayrim-ayrim o'qib berdim. Rusman ayishib o'qidi. U boshqa harflarni talaffuz qilishda ancha qiynalib ketmasmi? H, Q, G harflariga kelganda qiynalib ketadi.
U bu hərflərni biraz məşq qılıb gördü, lekin tələffüzü düşmay qaldı. Roz qiynalıb tərləb ketətdi və dərhal berib qağız stakanda içimlik əkelib içətdi. Biz tağdan bağdan baran qılıb tənəffüs qılatdıq. Mən Rozqa Uyğurlar cəmiyyətində köp işlətildigan cümlədən onu öyrətdim. Cümlələrni hazırkı zaman Uyğur yazığı bilan yazıb, astığı onun oquluşunu latin hərfi bilan izohlab berdim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Qayerga borsiz? Men kutubxonaga borman. Rozning talaffuzi meni kuldiratdi. U jumlalardagi tovushlar va bo'g'imlarning munosabatini ayriy olmay, g'alati tovushlarni chiqaratdi va qamlashtirib olmay, xuddi hushini topmoqchi bo'lgandek kallasini silkib qo'yatdi. Chashqonga qiyin, mushukka o'yin degandek, Rozning qiynalishi menga o'yindek bilinatdi. Dars tugaganda Rozga boshliq 16 tarafni o'rganib kelishga va boya yezib bergan 10 jumlaning ma'nosini tushungan holda yodlab kelishga topshiriq berdim. Roz burun Tayvanga ingliz tilidan dars o'tkil berib, xanzu til o'rganib baqqan ekan. U shu vaqtda o'rgangan bir necha eg'iz xanzuchasini mening oldimda ishlatib baqdi. "Mega xanzucha so'zlamsiz?" deb so'radim uningdan. "Yo'q, men ikkimiz inglizcha so'zlashimiz. Xanzucha so'zlasam bek qiynalib, muhabbatning payzini yo'qotib qo'ydi ekanman" dedi. Men kulib ketdim va "Hech so'zlashib yurdingizmi? Muhabbat uchun so'zli kerakmi?" deb so'radim chaqchaq qilib. "Muhabbatda so'zvoslik muhim, so'z maqsadlarga yo'l ochadi", dedi Rozmi kulib. "Til o'rganish muhim ish. Men mo inglizcha so'zlayman deb tilimni chaynab yuryapman-ku", dedim men Rozga. "Cho'ng bo'lganda til o'rganish haqiqatan tas", dedi Roz javoban. U menga atoqliq tilshunos va siyosiyon Noam Chomskyning til to'g'risidagi nazariyasidan ozroq so'zlab berdi. Chomskyning qarashicha, odamning miyasida tabiiy bir til o'rganadigan rayon bo'lib, u irsiy bo'ladi va maxsus til iqtidoriga ega bo'ladi. Hayvonlarda undaq rayon bo'lmag'achqa, ularda til o'rganadigan qobiliyat bo'lmaydi. Balalar asosan o'xshash bir quramda mazgilda tili chiqib, ona tilida so'zlaydigan bo'ladi. Bu xuddi o'xshash bir mazgildan keyin tabiiy ravishda oyog'i chiqib mang'alaydigan bo'lgandek bir ish. Shunga kishilar balalarning paloni yoshga kelganda tili chiqadi, buguni yoshga kelganda oyog'i chiqadi deb qonuniylashtirib tasvirlashni birdek qabul qilgan. Balalarda tabiiy til aqli bor bo'lg'achqa, keyingi o'rganish muhiti birdek bo'lmagan ahvol ostidami 4-5 yoshlarga kirganda hammasi tugdek so'zlaydigan bo'lib ketadi. U xil iqtidor qurilmasini Chomsky til egilash qurilmasi qisqartib ALD deb atagan. Balalar o'zlarining yetilish mazgilidagi til muhitidan dastlabki omillarni tadrijiy qabul qilib, ul xarakterlik til iqtidorini shakllantiradi va o'zimi sezmagan holda tilning umumiy alohidaligi universal grammatikasini egallagan bo'ladi. Ular mushu grammatikalik iqtidor qurilmasi bo'yicha ana til to'g'risidagi sistemalik grammatikalik bilimlarni hosil qildi. Bu bilimlar mustahkam, aniq, ijodiy kuchga ega bo'lib, vaqti kelganda 2-chi, 3-chi tillarni o'rganishning ilmiy asosiga aylanadi. Bu xil til iqtidori o'rganishdan emas, paydinpay odatlanishdan kelgachga kishida besim va zo'rlanish tuyg'usi paydo qilmaydi. Agar bolalar birinchi tilni 10-12 yoshgacha o'rganmay keyinga qoldirsa, u tilni mukammal ishlatish iqtidorini hozirlash fursatidan mahrum bo'lgan bo'ladi. Rozning tushuntirishlarini anglab til o'rganish to'g'risidagi mundaq bir fikr kallamda chaqnadi. Zo'rlab o'rgangan til faqat yiziq oldidagi inkas darajasida turib qilib, turmush va madaniyatni his qildira olmaydi. Turmush ichida yetildirilgan til bir odamning xos tafakkuriga aylana oladi. Rozga berildigan Uyg'ur tili kuniga 2 soatdan davom qildi. Barbara Roz bilan bevosita uchrashganda yoki telefonda ko'rishganda Uyg'ur tilida tinchlik so'rashni odat qilib oldik. Roz ba'zi so'zlarni o'ylab tuguchman saqlab turatdim. Men uning utuqlarini tepib muayyanlashtirib ilhom berib turatdim. Uyg'ur turmushida eng ko'p qo'llanilgan taq so'zlarni tizib olib, Rozga bir-birlab o'rgatdim va uningga inglizcha ma'nosini izohlab berdim. Masalan, rahmat, tamoq, non, ayol, so'g'uq, issiq, do'st, yoz, qish, uxlash, kun deganlardek. Ondan u so'zlarning turmushdagi ishlatishini turlab turib jumla tuzib, shu jumlalarni yodlatqizdim. Keyincha Rozmi Uyg'ur tilini o'rganishda tashabbuskor o'ringa o'tdi. U inglizcha so'zliklarni aytib, uni Uyg'urcha qanday deydiganligini so'raydigan bo'ldi. Uningda kishilik turmushdagi hissiyotni izhor qiladigan so'zlarmi bor edi. Shunday qilib, Roz 2 oy ichida bir Uyg'ur bilan uchrashib qolsa, o'zini Uyg'ur tilida tunishtira oladigan, Uyg'ur jamiyatiga bo'lgan intilishlarini bir amallar bilan bildira oladigan holatga keldi. Rozga Uyg'ur tili o'rgatgan vaqtlarim eng ko'ngillik va ma'nilik chog'larim edi. Ajdodlarim necha ming yil mobaynidagi tarix davollarida omon-eson halqitib qo'limga tutqizgan ona tilimning chirig'ini Angliyaning donglik bir universitetidagi bir doktor o'quvchisining qalbxonasiga akirib yondirganim uchun o'zimni talaylik his qildim.
Ana tilining chirig'i oldi bilan qalbda yenish kerak. Qalbda yangan chiraq har qanday ijtimoiy bo'ron chapqindimi o'chmaydi. Ichida tafakkur qilib turgan odamning qalbidagi ana til chirig'i texmi nurliq bo'ladi. Qalbida chiraq bor odamlar chiraq yo'q yerlardimi tamtirmay mangalaydi va talay chiraqsiz uyga chiraq yoqalaydi. Qalbida chiraq yo'q odamlar ko'p kunduzmi o'zining qayerga ketayotganligini anqarolmaydi. Qandaqlı bo'lmasin nurg'un chiraq ko'zlarni qamashtirib yenib turgan Cambridge universitetining bir uyida men Uyg'ur tilining chirag'ini g'ilpal yondirib, chambarini yumaloq qilib sizolmagan avlodlarim yumaloq sizdigan bo'ladi deb o'ziga tasalli bergan ekan. Menmu ana tilining chirag'ini dunyodagi dangliq ilm markazlarida avlodlarim nurliq qilib yondirdi deb tasalli tepishim kerakmidi? Siz Cambridge'da Uyg'ur tilidan dars o'tgan tunji Uyg'ur bo'lib qoldingiz, dedi Edmund bir kunda menga. Mubalag'a qilib shundoq des bo'ladi, dedim men javoban. Lekin bu o'zimni hamoqatlarcha xushal qilishdan boshqa narsa emas. Rostavotma, dedi Edmund. Siz Cambridge'da Uyg'ur tilidan dars o'tgan oxirgi Uyg'ur bo'lib qolmasangizlar asga ilishga arziydi. Lekin siz oxirgisi bo'lib qolsangiz darvaqa tilga ilishga arzimaydigan ish bo'ladi. Cambridge universitetida Mo'ng'ullar, Qozoqlar va O'zbeklarni tadqiq qilgan Markaziy Osiyo munbari bor. Bu munbarda sizlar bo'lsanglarmi bo'ladi-ku? Edmundning gapi meni o'ylantirib qo'ydi. Qahramonga maydon, maydoniga qahramon bo'lmas bekor. Biroq bu ikkisidan qaysi birlamchi? Qahramonmi o'ziga munosib kelgan maydoniga bir kunda erishmaydi-ku. Masala maydonni izlashda. Cambridge universitetining Markaziy Osiyo munbirisining raisi professor Sidxari Saksna menga nisbatan akademik ulgu bo'la oladigan yigit edi. Odatda uni Monto deb chaqirishadi ekan. U 1971-yili Hindistonda tug'ilib, o'rta maktab va oliy maktablarni Amerikada tamomlagan ekan. U fizikani nuqtaliq kasb qilib tutish bilan birga islom tarixini o'rganibdi. Doktorlik va doktor ashliqni Angliya va Gollandiyalarda tugatibdi. U fizik sohasi kuchli ta'sirlashma elektron darajadan tashqari tok o'tkazishchanlik va magnetizm qatorliq sohalarda tadqiqot qildi ekan. U xalqaro oldin qatorda turadigan fizik olimi bo'lish sifati bilan islom tarixi, insonshunoslik tarixi, O'rta Osiyo jamiyatiga aloqador tadqiqotlarni qilib, Almuta, Astana, Qashqar va Afg'onistonning ba'zi yerlariga tekshirish bilan borgan ekan. Uning ilm izlagan qadimiy Eron, Misrlarga tutashgan ekan. U O'rta Osiyo va Mong'oliya tadqiqotiga doir ko'plagan ilmiy jamiyatning maslahatchisi ekan. Demak, Montoning vujudida tabiiy fanlar bilan ijtimoiy fanlar qidirqinib tadqiq qilish bilan ijtimoiy faoliyatchanlik birlashib ketgan bo'lib, uning oyog'i yer sharining sharqiy va g'arbiy yerimining iqlimlarida iz qoldirgan edi. Mana bu mening nazarimdagi dunyoviy puhra edi. Hozirgi havas va istaklarim Montoning ilmiy obrazida to'liq aks etgan edi. Shung uningga havasim keladi. U meni Cambridge universitetiga taklif qilgan bosh sohibxon bo'lish sifati bilan qalbimda tashakkuran hissiyot uyg'otgachqa Montoga nisbatan menda iliq tuyg'u yetilib bo'lgan. Lekin men uning bu qadar yosh va kichik bel ishganligini o'ylab baxmagan ekanman. U ilm so'rovlarida xushchaqchaq, oyog'i yengil salobatda hammaga yetishadi. Uningga qarab ilmida kamolat topaman degan odam erkin tanlash fursati beradigan muhitni izlab tepishni bilish kerak ekan deb o'yladim. Monto o'zining munbirini oxir topgan edi. Rusqa Uyg'ur tili o'rgatish davomida ingliz tilidagi ig'izcham tez yuksaldi. Rus bilan falsafa, adabiyot, dunyo vaziyati to'g'risida keng kushad paranglashdik. Meni Rusning so'ygini bir necha qatam tamoqqa chaqirib oldi. U meni shubhalanmay yesin deb dengiz mahsulotlaridan taom tayyorlaydi. Uning dasturxonida Rusning boshqa do'stlari bilan tanishib qoldik. Ular meni tamoqqa chaqirishdi. Ular mendan nima yeydiganligimni so'rab olib, xohishligimni hurmat qilgan holda kutadi. U bolalar tuskong'il, mungdashqaq va do'stona edi. Yardım talab qilsam qizg'inlik bilan bajo keltirishadi. Rus bugungi madaniyat tanqidchilaridan Frederick Jamesonni, faylosoflardan Slavoj Zizekni alayda yaxshi ko'radi. Yotiqida bularning kitoblarini e'tiborlab saqlaydi. Gaplarda ularning so'zlaridan naql oladi. Men Rusning tavsiyasi bilan Zizekning London universitetidagi bir qadamliq leksiyasini anglagan edim. Yuzlarini saqal bisib ketgan Zizek mayka chanalda leksiyasini boshlaganda anglovchilar uning rohat ixtiyoriy sahna obrazini suyunib kulib ketishdi. U xuddi qo'li qichishadigan odamdek hili yum burnini silab, hili maykasini chimdib tortib, hili murusini qashlab tez-tez so'zlaydi. Sloveniyalik bu faylosofning inglizchasida ruscha talaffuz kuchlikdek bilindi. Tushunilmagan joylarni Rus menga oddiy qilib tushuntirib qo'ydi. Rusning deb berishicha, Zizek Yevropa va Amerikadagi 11 universitetining takliflik professori bo'lib, jahon kezib leksiya so'zlaydi ekan. Mening nazarimda Zizek dunyo puhrasi edi.
Rusiyana taq chiqish havaskari edi. U dunyodagi xatarlik, hayvat qatarlıq tağlarning suratlarini yig'ib, ulardan zo'qaldi ekan. Bir qitimliq haftalik dam ilishda mi bilan ikkisi Gollandiyaga berib tağlarni aralab, tağ jilg'inlarida tunab dam ilib kelishdi. Rus dunyodagi tağ manzaralarini suratdan ko'ribla qayer ishganligini bilib oladi. U xatarlik ishlarga tavakkul qilish havasiga ega sog'lom qovul yigit edi. Rus bilan mi go'yo nikohlik ayollardek chiqishib ketgan edi. Men mening tavsiyasi bilan inglizcha yozuvchisi George Orwellni boshqadan tunidim. C.A. Bailey'ning hozirgi zamon dunyosining barliqqa kelishi degan kitobini ko'rib chiqdim. Rus meni zerikib qolmasin deb Cambridge universitetidagi madaniyat faoliyatlariga apparatdi. O'quvchilar bilan tamoq yeb piqinlab, maktab oshxonasiga elib chiqib, savoddoshlar bilan o'rtoqlashtiradi. O'zining vaqti yetmasa, meni savoddoshlarga topshirib qo'yadi. Fransuz qiz Sonia, shotlandiyalik qiz Caseylar bilan choy ichgach paranglarga daxil bo'ldim. Rus meni yana Cambridge kanalida qo'lvaq saylis qildirdi. Rus o'z o'qishining tartib bo'yicha 1 yillik jamiyat tekshirishni planladi. U menga Uyg'urcha o'rganish bilan xanzuchining o'rgangisi borligini aytib, buningga qaysi maktabning muvofiq kelganligini so'radi. Men uningga Xinjiang universitetini tavsiya qildim va Urumchining ijtimoiy insonshunoslik qatlamini tushuntirdim. Rus tavsiyamni qabul qildi va 2007-yili avgustda Urumchiga yo'l oldi. Men sentabrning oxirlarida Angliyadan vataniga qaytdim. Rus bilan vatandagi muloqotlarimiz boshlandi. Rus hafta oxirlarida tog' dalalarda chiqib ketadi. U tabiat va jamiyatimiz haqida ko'rgan bilganlarini menga so'zlab beradi. Niyoz Kerim Tupaatining yer nomlari to'g'risida kitobini menga ko'rsatib, u kitobning qimmatini yuqori baholaydi. U kitobda qayd qilingan yer nomlari va ko'cha nomlarini editlab, Urumchining koni ko'chalarini aralab chiqdi va uni hozirgi xarita bilan silishtirib xotir yozdi. Rus barbara Urumchilik odamiyat muhitimizdan qaqshaydigan va ranjiydigan bo'lib ketdi. U Do'nko'rik va Buloqbesh taraflarda 4 qitim yonfonni o'g'irga berdi. U bu vaqtda menga shikoyat qilganda, menmi Londonda bir qitim yomg'irliqimni o'g'irga berganligimni eskartdim va o'zingga puxta bo'lmasang hamma yerda o'g'ri bar dedim. U bizning jamoat qatlamimizning odamiyat safosidan rozi bo'lmadi. Bir qitim u mundaq bir ishni yuzimga soldi. U Uyg'urcha o'rganman deb sharoit izlab yursa, bir Uyg'ur o'qituvchi bu tilni o'rganib qayerda ishlatalaydan, uning o'rniga xanzuch o'rgan debdi. U javoban: "Sen o'zingga qiziqmasangmi, senga men qiziqaman" debdi. Men Rusning gapiga xalqning nenini yeb, g'imini yemaydigan odamlar bizda oz emas deb javob berib, gapni pam bilan yutkib oldim. Rus ishlarini to'kitib Angliyaga ketdi. U doktorlik dissertatsiyasini yozish jarayonida duch kelgan masalalarni tor orqali mendan so'rab turdi. U hozir o'qishni natijalik tamomlab bo'ldi. Vaqti yetganda ilxat orqali mendan hol so'rab turdi. Xuddi Cambridge'dagi turmushim Rus bilan bog'lanib ketgandek, Cambridge universitetidagi ruhiy kechirmishlarimni Rusdan mustasno holda eslay olmayman. Cambridge universitetidan bir kechqurun xo'shlashgan edim. Shu vaqtdagi hissiyotimda afsus ko'z qiymaslik, mahrum bo'lish kabi murakkab ruhiy holat bor edi. Bu hol tabiiy holda bir chaqlarda o'qigan Jungo shoiri Shujimoning Xayrixo'sh Cambridge degan she'rini yodimga soldi. 1920-yili Shujimo Cambridge universitetidagi faylasuf Bernard Russellga ixlos qilganidan Amerikaning Kolumbiya universitetidagi doktorlik o'qishini tashlab, uning o'quvchisi bo'lish uchun Angliyaga borgan ekan. Afsuski, Cambridge universitetining Trenti yuksak o'qulida ishlayotgan Russell ayni vaqtdagi Yevropa urushida tinchlikni targ'ib qilganlik uchun maktabdan istifa berishga majbur bo'lgan ekan. Natijada Shujimoning Cambridge universitetining rasmiy o'quvchisi bo'lish orzusi ishga oshmay, bir yillik yondan dars anglab qaytib ketgan ekan. Shujimoning mahrumiyat tuyg'usi meningki bilan asosan o'xshab ketgachga, uning she'rini tarjima qilish orqali hissiyotimni bildiray dedim. Xayrixo'sh Cambridge. Kirib kelgan edim men jimjit. Yana jimjit uzab mangdim men. Ufuqdagi rangdor bulutqa qo'llarimni pulanglatdim men. Sahildagi ashu zargun tal, shafaqdagi kelinchak go'yo, to'lqindagi nafs soyilar titrar dilda qilgandek haya. Lay tuproqda o'sgan yeshillash, choy qiladi suning ostida, suning mayin to'lqini ara, turg'um keldi bo'lib bir giya. Bir buloq bor daraxt ostida, ne buloqki Hasan Husan o. Otlara ara bo'ldi sekbara, bir tush kabi barbod bo'ldig'i. Tushizdisan taraf xodining, kirotlarning xilvat yeriga,
yulduzlarga liq to'lsun keymang va naqshangni chiqar avjiga. Aytolmadim lekin un qo'yib, bo'ldi sukut hijronning niyi. Hasharatlar tindi men uchun, jimib ketdi kambirish ayni. Kirib kelgan edim men asta, yana uzab chiqdim tevishsiz. Yanglarimni qo'ydim men shiltib, qaytay dedim hatta bulutsiz. Sunun meyin dulqini ara, turg'um keldi bulup bir giya.